Uchta mahsulot bilan sochingizga zo'r effekt beradigan yaxshi narsa tanlasanglar bo'ladi. Birinchisi rozmarin, ikkinchisi qalampir munchoq, uchinchisi koritsa. Koritsani mana bunaqa originalni olinglar. Xitoynikini yoki tayyor kukunni olmanglar. Bozorda sotiladigan kukunlari mana shunday Xitoynikidan tayyorlanadi. Bozorga borganingizda mana bunaqa idishda bo'ladi. Selonnikini originalini bergin siz beradi. O'zi ajratib olishingiz ham oson bo'ladi. Bunaqa uzuncha bo'ladi, bunaqa kalta bo'lmaydi. Mana shu 3 ta mahsulotni talqonda yoki kofe molkada kukun darajasiga kelguncha maydalab olasizlar. Tayyor kukunlarni olib turib, o'zingiz ishlatadigan shampunlarning ichiga solib olasizlar. Kichkina shampun idishiga 1 choy qoshiqdan qo'shasizlar. Kukunlarni yaxshilab aralashtirib, kastor yog'i yoki bodom yog'idan quyib, yaxshilab aralashtirasizlar. Tayyorlangan mahsulotimizni bir haftada 2 marta boshingizga surib, yaxshilab massaj qilasiz. Kamida 1 soatdan keyin yuvib tashlaysiz. Shampunini ham bir haftada 2 marta yuvib turadigan bo'lsangiz, zo'r rezultatga ega bo'lasiz. Bu foydali ma'lumotni o'zingizlarning yaqinlarga jo'natib qo'yinglar. Obuna bo'lib, kuzatishda davom etinglar.